Assalomu alaykum. Qof harfini yozishni o'rganamiz. Qofni alohida ko'rinishi xuddi nunga o'xshaydi, faqat ikkita nuqtasi bor, ikkalasi ham bor. Bosh ko'rinishi bilan o'rta ko'rinishi xuddi F ga o'xshab yoziladi, faqat ikkita nuqtasi bilan ajraladi. Xo'p, endi masalan qum so'zini yozsak, qum iqtaroba, iqtaroba yoki falaq so'zini yozamiz. Falaq. Hop, qani tumshug'im bunchalik qayrilmaydi, lekin sal tekisroq bo'ladi.